Mikromoliya tashkilotlari har kuni pul yo'qotmoqda. Shunchaki buni ko'pchilik sezmaydi. Ko'pchilik mikromoliya tashkilotlari asosiy xavf. Bu kreditlarni qaytmasligi deb o'ylaydi. Ammo amalda vaziyat boshqacha. Pul quyidagi holatlarda yo'qotiladi. Qo'lda bajariladigan jarayonlar, kreditlarni sekin ajratish va shu sabab biznes foydasini yo'qotadi. Bitta mijoz bir necha daqiqa ichida ketib qolishi mumkin, chunki raqobatchilar tezroq kredit ajratishadi. Bitta muammoli portfel haftalab o'tishi mumkin, chunki avtomatik nazorat mavjud emas va bularning barchasi oddiy operatsion jarayondek ko'rinadi. Lekin bu operatsion jarayon emas, bu pul olib chiqishi. Fido biznes tomonidan yaratilgan FBNCO bu shunchaki hisob tizimi emas. Bu butun kredit siklini boshqaradigan platforma. Arizadan kredit ajratilishigacha, ajratilgan kreditni qaytarilishigacha, muddat o'tgan qarzdorlikni undiruvigacha, barchasi bitta tizimda. Siz shunchaki IT mahsulot olmaysiz, siz quyidagilarga ega bo'lasiz. Kredit ajratish jarayonining tezlashishi, muddati o'tgan qarzlarni real vaqt rejimida nazorat qilish, operatsion xarajatlarni kamayishi, butun portfel to'liq shaffofligi. Fido biznes 30 yildan ortiq vaqt davomida O'zbekistondagi banklar va moliyaviy tashkilotlar uchun murakkab moliyaviy tizimni ishlab chiqib kelmoqda. Bu startap emas, bu infratuzilma darajasidagi yechim. Agar kredit biznesingiz o'sayotgan bo'lsa, tizim ham undan tezroq o'sishi kerak. FBNCO kredit biznesini to'liq boshqarish uchun yagona tizim.